Ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan ishonchli va garantiyali tur firma orqali Umra ziyoratiga bormoqchimisiz? Mana shu videoda oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr oyiga yangi qabullarimiz yo'lga qo'yilgan. Shular haqida batafsil ma'lumotlarni siz obunachilarimizga Azbekdan olib, sizlarga qo'limizdan kelganicha yetkazishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Azbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Azbek, ko'pchilik obunachilarimiz so'raydi, ya'ni rasmiy litsenziyaga egami, ishonchlimi, garantiyali tur firmami deb ko'pchilik obunachilarimizdan kommentariylar ham kelyotibdi. Shunga bir aniqlik kiritib, batafsil ma'lumotlarni berib o'tib ketsangiz. Centrum Holiday tur firmamiz litsenziyaga ega, rasmiy litsenziyamiz bor. Bemalol kelib, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kelib ko'rib tekshirib olsalaring ham bo'ladi. Xohlasalar ijtimoiy tarmoqlardan ham bemalol tekshirib olsalaring bo'ladi. Ishonchli. Ishonchli, garantiyali tur firmalaridan biri. Hurmatli obunachilar, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lsangiz, Centrum Holidays bilan birgalikda safaringizni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Video davomida barchasini siz obunachilarimizga qo'limizdan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'p, Azbek, hozirgi kunda safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tsangiz. Hop, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. 2 mahal. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizni o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi, yaxshi taomlar bilan siylashadi. Xudo xolasa o'zimizni milliy taomlar bilan siylashadi, xudo xolasa ziyoratchilarimizni. Xo'p, bundan tashqari gostinitsa oraliq masofalarimiz qanday, Azizbek? Gostinitsa oraliq masofasi Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Makkada 5 mahal namozga doimiy avtobuslarimiz qatnaydi. Qiyinchiliklarsiz borib ibodatlar qilib kelsa bo'ladi. Xudo xolasa. Ya'ni 24 soat mobaynida avtobus xizmati ham yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Bundan tashqari piyoda ham borib kelish imkoniyati bormi, Azizbek? Bor, Makkada piyoda borib kelsa bo'ladi. Bir 10-15 metr atrofida bir tarafda o'sha haramda bo'lishadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda yaxshi niyat qilib yurgan bo'lsangiz, ishonchli tur firma axtarib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, hozirgi kunda Azizbek, qaysi sanalarga qayerdan reyslarimiz bor? Xo'p, eng yaqini hozir 13-chi, 15-chi, 22-chi, 29-chi noyabr kunlari Farg'ona Madina premyer reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilishaveradi. Namangandan bir hafta bir marta reyslarimiz bor. Toshkentdan kunda kunora reyslarimiz bor. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda siz qayerdan kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ya'ni 12 ta viloyatda O'zbekistonda butun O'zbekiston bo'ylab onlayn xizmat ko'rsatiladi. Fohadan kuzatayotgan aka-ukalarimiz Toshkent yo'nalishlari bo'yicha, Vodiydan kuzatayotgan aka-ukalarimiz Namangan va Farg'ona yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Ya'ni Centrum Air samolyotlarida parvozlar amalga oshiriladi. Xo'p, Azbek, yana bir narsa, hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimiz to'g'risi, misol har xil ijtimoiy tarmoqda kuzatib boryapti, narxlar har xil bo'lib ketyapti. Shunga bir qator batafsil ma'lumot berib o'tib ketsa-edi, hozirgi kunda noyabr oyiga narxlarimiz necha pul etib belgilandi? Ya'ni mana shu Farg'ona filialidagi narxlar. Hop, Farg'ona bilan Namanganni 1100 dollardan qilib beramiz noyabr oxirigacha. Toshkentdagini 1000 dollar qilib beramiz. Toshkent reysimizni 1000 dollar qilib beramiz. Xudo xolasa, Toshkent yo'nalishi bo'yicha. Agarda Aslbek Uz kanalidan chiqyapman degan obunachilarimizga Vodiyda va Toshkent yo'nalishini necha puldan qilib berasiz? Agar sizning nomingizdan chiqishadigan bo'lsa, Farg'ona bilan Namangandan uchadigan reyslarimizni 1050 dollardan qilib beramiz, 50 dollardan tushib beramiz. Xo'p, Toshkentdagi reysimizni 990 dollar qilib beramiz. O'zi chegirma narxi edi 1000 dollar. Sizni obunachilar sizning nomingizdan chiqsa yana 10 dollardan o'tib beramiz. Yana chegirmalar qilib beriladi, xudo xolasa. Yangiroq qilib beramiz narxlar, telefon qilishaversin. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda qo'ng'iroq qilganlaringda Aslbek Uz kanalidan ko'rib telefon qilyapman desalaring, yana bir bonus va chegirmalar albatta qilib beriladi. Vodiydan 1050 dollardan, ya'ni Toshkent yo'nalishi bo'yicha 990 dollardan parvozlarda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Ya'ni 14 kun safar mobaynida. Bundan tashqari 14 kun safar mobaynida Azizbek sayohatlar, ziyoratlar, ekskursiyalar bo'ladimi?
bo'ladi. Madinada birinchi bo'lib payg'ambarimiz ravzalari ziyorat qilinadi. Xurmo bog'i va Qur'on bosmaxonasi ziyoratlarimiz bo'ladi. Makkada Toyib shahri va Qizil dengizga sayohatlarimiz bor. Bundan tashqari mutaxassis ellikboshlarimiz o'zlari birgalikda batdan uchib ketib, birgalikda ibodatlar, sayohat hammasini qildirib, birgalikda qaytib kelishadi. Xudo xolasa. Ya'ni birinchi ziyorat Madinadan boshlanadi, yo'nalishimiz. Ya'ni qayerga uchsa ham Madinaga uchish Madinadan boshlanadi. Hozirgi kunda hurmatli obunachilar, vodiydan Madina reyslari juda ham ko'p yo'lga qo'yilgan, ya'ni Farg'ona Madina va Namangan Madina va Namangan Jidda yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Agarda batafsil ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, bundan tashqari Azizbek, hozirgi kunda to'lov masalasi qanday bo'ladi? Ya'ni to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Shularni ham bir qator obunachilarimizga to'liq batafsil ma'lumot berib tushuntirib o'tib ketsak. Xo'p, bizga Telegramdan aloqaga chiqsa, bank shot raqam tashlab beramiz. Eng yaqin banki bor, to'lov qilib berishadi. To'lov qilishgandan keyin chek beradi. O'sha chekni bizga Telegramda rasmiy tashlab berilsa, Zagram pasportlarni tashlab berilsa, bizga joylarni bron qilib beramiz. Xudo xolasa. Bundan tashqari o'zimizni mana shu vodiydan kuzatayotgan yaqinlargacha. Xo'p, Farg'ona, Marg'ilon, mana shu yaqin atrofda yashaydigan aka-ukalarimiz bo'lishadigan bo'lsa, bemalol kelsa, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy o'zimiz ofisimiz bor, rasmiy kassamiz bor. Kelib bemalol o'zbek so'mida to'lov qilsa bo'ladi. Ya'ni o'zimizni o'zbek so'mida to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, guvohi bo'ldilaring. Agarda siz ham niyat qilib ota-onangizni, oila a'zolaringiz bilan birgalikda Baytullohda ibodat va ziyorat qilib kelishlik harakatida bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlaring mumkin do'stlar. Albatta, Asilbek o'z kanalidan ko'rib telefon qilyapman deyish esdan chiqmasin azizlar. Xo'p, Azizbek, yana bir narsa, hozirgi kunda ya'ni ziyoratchilarimiz tomonidan yoshi katta insonlar bor, ya'ni oyog'ida yura olmaydiganlar bor, toliqib qoladiganlar bor. Shularga arvacha masalasi qanday bo'ladi? Misol, arvachani bu yerdan olib ketsa ham bo'ladimi yoki u yerdan olsa ham bo'ladimi? Shularni ham bir qator aytib o'tib ketsak. Hop, aravachani xohlasa batdan olib ketsin. Kiloga o'lchanmaydi. Samolyotda kiloga o'lchamasdan to'g'ri olib ketib bepulga. Xohlasa atdan olishsa ham bo'ladi, atdan ham bepulga beriladi. Bemalol 14 kun ibodatlar qilib olsa bo'ladi bepulga. Ya'ni bepulga foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Xo'p, hozirgi kunda bagaj masalasi qanday bo'ladi? Bagajlarimiz ruchnoy qanchayu va katta tarozi necha kilodan belgilanyapti? Ruchnoyga bir 10 kilo atrofida olsa bo'ladi. Uzaq 10 kilogacha. Xo'p, nimani? Bagajni bir 20 kilo bilan 25 kilo orasida olsa bo'ladi. Batdan ketishlarda to'g'risali ozroq narsa bilan ketishadi. Aqdan kelishda o'sha hisob kitob bilan olsa yaxshi bo'ladi. O'sha 20-25 kilo bo'lsa bepul bo'ladi. Agar undan ko'paysa qo'shilishi mumkin. Qo'shimcha to'lov to'lashlari mumkin, bundan tashqarisiga. Hurmatli obunachilar, to'g'risi bizni o'zbek xalqimiz juda ham mehmondo'st xalq, ya'ni har bitta qo'ni qo'shni, qarindosh urug', yori birodarlarga sovg'a salomlar olib kelishni juda ham yaxshi ko'radi. Albatta, bu yerdan yengilroq narsa bilan, u yerdan sovg'a salom bilan kesalaring, shuni ham bir qator inobatga olib qo'yasizlar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, biz sizlarga eng ishonchli va garantiyali turfirma Centrum Holiday'ni tavsiya beramiz. Tanlov o'z qo'lingizda. Albatta, videomizga like bosing, obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling va umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga, qarindoshlar guruhlariga videoni maksimal darajada tarqatib qo'ysalaring, biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanali admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Azizbek, sizga ham rahmat. Albatta, bizning nomimizdan chiqayotgan obunachilarimizga bonus va chegirmalar qilib berasiz, xudo xolasa. Albatta, iloj boricha yangiroq qilib beramiz. Hozirroq telefon qilsin, chunki sovuq tushgani sababli zaifkalarimiz ko'paygan. Iloj bor tezroq telefon qilsa, mana shu yaqinroq kunlarga joylarni band qilib beramiz. Xudo xolasa. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Sog' bo'ling.